Men Qashqadaryodan 2024-yil 28-iyulda Piyanskida gematologiya bo'limiga borib yotdim. U yerda menga oq qon omel tashxisi qo'yildi, osteoartritoz. Keyin 5+2 ximioterapiya boshlandi. Lichina boshlandi u yerda. Lichina boshlangandan keyin 2 kurs shu Toshkentdagi gematologiya bo'limiga lichinani oldim. Keyin 10-sentyabr kun Rossiyaga ketdim. Novosibirskdagi shu gematologiya bo'limi bor ekan, u yerda ham bordim. U yerda meni qonlarimni tekshirdi, keyin ilik olib tekshirdi. Hammasi normaldi. Keyin u yerda ham 7+3 lichina boshlashdi. U yerda ham 7+3 sxemadagi ximioterapiya oldim u yerda. Ximioterapiya olgandan keyin 3 kurs u yerda davolandim. Davolangandan keyin u yerda 3-kursim 26-dekabrda tugadi. 26-dekabrda tugagandan keyin u yer doktorlar aytdi, ilik almashtirish kerak dedi. Men aytdim. Keyin qaytib keldim u yerdan. Keyin Toshkentga bir akamiz bordilar. Akamiz aytdilarki, shu yerda bitta opa bor, o'shani dorilardan eshitdilar. Keyin opani ollariga bordik, Shahzoda opa ekan. Shahzoda opani ollariga borib, keyin lichina analizlarni ko'rsatdik. Analizlarni ko'rsatgandan keyin 3 kun menga 40 kunlik dori yozib berdilar. Mana shu dorilarni ichishni boshladim. Ichishni boshlagan kunimdan boshlab o'zi natijani sezdim. Natijasi yaxshi, Xudoga shukr. Shu aytdilarki, shu analiz topshirib, analizlarni javobini aytib berasizlar. Analizlarni 33 kunga analiz topshirdim. Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Alloh qodir qilguncha yaxshi. Hammasi zo'r. Mana shu dorilarni ichib, Xudoga shukr yaxshi bo'lib boramiz. Yana 40 kunlik dori yozib berdilar. Uni ham Xudo xolasa olib ichishni boshlaymiz. Yana analizlar topshirib tekshirtirib turasiz dedilar. Yaxshi hammasi, Xudoga shukr. Shu Shahzoda opaga ham rahmat. Mana shunaqa dorilarni ixtiro qilib qo'ygan ekanlar. Alloh rozi bo'lsin o'shlardan.